Dinimizin iti nima? Dinimizning eti balam islom. Islom degan nima deganda, islom degan Alloh taolo nimani qiling degan bo'lsa shuni qilish, nimani qilmang desa uni qilmaslik va hayotimizni Alloh taolo buyurgan va chizib bergan siziq bo'yicha elib berish deganlik bo'ldi. Assalomu alaykum, ana tildagi kichik do'stlarim. Men Darul Qur'on o'quvchisi Aisha Yasin bo'laman. Ana tildagi islom baxshi orqali dunyoning har qaysi joylaridagi aziz Uyg'ur qarindoshlarimga salom yo'llayman. Turandan suratul Hajj. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un 'azim. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان